Chempionlar Ligasi bu oddiy turnir emas. Bu yerda tarix yoziladi. Bu yerda kuch emas, xarakter sinovidan o'tadi. Har mavsum boshlarida bitta savol tug'iladi. Kim chempion bo'ladi? Sezib turganingizdek, bugun bizada yana yangi rubrika sabab. Ya'ni bugungi videoda biz 2025-26 yilgi Chempionlar Ligasini qaysi jamoa yutishini ko'rib chiqamiz va unga sabab ham keltiramiz. Va bugungi video shu haqida bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz videoga like bosib qo'ying va obuna ham bo'ling. Unda biz sekin boshlasak ham bo'ladi. Husan Sport kanali. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda biz boshlasak ham bo'ladi. Demak, boshladik. Bitta narsani unutib yuboribman. Ya'ni bugungi videoda biz yana bitta narsani ko'rib chiqamiz. Kutilmaganda erta tark etishi mumkin bo'lgan Grand klubni ham ko'rib chiqamiz. Endi videoga o'tsak ham bo'ladi. Chempionlar Ligasini Real Madrid yutadi va sabab esa shunday. Real Madrid Chempionlar Ligasi tarixidagi eng muvaffaqiyatli klub. Ular bosim ostida o'ynashni juda yaxshi biladi. Klubning yutish mentaliteti avloddan avlodga o'tib keladi. Qiyin vaziyatlarda ham Madrid ko'pincha comeback qiladi. Bu turnirda juda muhim ustunlik, yulduzli va muvozanatli tarkib. Jamoada juda yosh va tajriba juda yaxshi uyg'unlashgan. Jude Bellingham yarim himoyada liderlik va gollar urib turadi. Vinicius Junior tezlik va dribling ustasi. Rodrigo hal qiluvchi o'yinlarda samarali o'zini ko'rsatadi. Federico Valverde energiya va universal o'yin. Thibaut Courtois darvozada ishonch va u shunchaki devor qo'riqlaydi. Bu futbolchilar katta sahnada o'zini ko'rsatib bo'lgan va yana kuchayib bormoqda va shuning uchun ham Real bu mavsumda yana Chempionlar Ligasini yutishi mumkin. Manchester City chempion, sababi esa oddiy. Manchester City yana bir bor UEFA Chempionlar Ligasini yutishi mumkin. Buning bir nechta jiddiy sabablari bor. Birinchidan, jamoani hali ham buyuk murabbiy Pep Guardiola boshqarmoqda. Uning taktikasi va o'yinni nazorat qilish uslubi City'ni har doim favoritlar qatorida turadi. Tarkib juda kuchli va chuqur. Hujumda Erling Haaland kabi gol mashinasi bor. U bitta oddiy vaziyatdan ham gol yasay oladi. Yarim himoyada esa Rodri kabi playmaker o'yinni boshqaradi. Manchester City endi Chempionlar Ligasini yutish tajribasiga ega. Bu turnirda tajriba juda muhim omil hisoblanadi, ayniqsa play-off bosqichlarida. Xulosa qilib aytganda, kuchli murabbiy, yulduzli tarkib va g'alaba mentaliteti City'ni 2025-26 yilgi mavsumda ham asosiy da'vogarlardan biriga aylantirdi va chempion qilishi ham mumkin. Va kutilmaganda porlab, legenda ya'ni prime bo'lib, kutilmaganda chempion bo'lib ketishi mumkin bo'lgan ikkita jamoa, Arsenal hamda Inter va sabab esa shunday. Arsenal 2025-26 yilgi Chempionlar Ligasida chempion bo'lishi mumkin. Birinchidan, jamoaning yosh va energiyaga boy tarkibi bor. So'nggi yillarda Arsenal juda tezkor va texnik futbolchilarni yig'di. Yosh futbolchilar bosimdan qo'rqmaydi va turnir davomida kuchini yaxshi taqsimlay oladi. Mikel Arteta jamoani bosqichma-bosqich kuchli pressing va nazorat futboliga o'rgatdi. Agar uning rejasi play-offlarda mukammal ishlasa, Arsenal hatto gigantlarni ham yer tishlatishi mumkin. Arsenalning himoyadagi barqarorligi Chempionlar Ligasida ko'pincha yaxshi himoyalangan jamoalar yutadi. Agar Arsenal himoyada xatolarni kamaytirsa va darvozabon yuqori formada bo'lsa, bu katta ustunlik beradi. Endi navbat Interga. Inter 2025-26 yilgi Chempionlar Ligasida g'olib bo'lishi mumkin. Tajriba va turnir mentalitetiga qaraganda Inter so'nggi yillarda Yevropa sahnasida yetarlicha tajriba topa oldi.
Bunday turnirlarda sovuqqonlik va sabr ko'pincha hal qiluvchi omil bo'ladi. Mukammal himoya tizig'i Inter an'anaviy tarzda mustahkam himoyasi bilan tanilgan. Agar jamoa o'zining tartibli himoyaviy o'yinini saqlab qolsa, kuchli hujumlarga ega klublarni ham to'xtata oladi. Murabbiylik faktori, to'g'ri taktika va o'yinni o'qish qobiliyati hal qiluvchi bo'ladi. Agar murabbiy har bir raqibga mos reja tuza olsa, Inter sensatsion yurish qilishi mumkin. Kutilmaganda Chempionlar Ligasini erta tark etadi PSG hamda Bavariya. Sabab esa shunday. Bavariya hamda PSG kutilmagan holatda 2025-2026 yilgi Chempionlar Ligasini yuta olmasligi mumkin. Oldindan aytaman, biz hozir ikkala klubni heyt qilmoqchi emasmiz va yerga urmoqchi emasmiz. Shunchaki faktlarni aytamiz. Birinchi bo'lib Bavariyadan boshlaymiz, keyin esa PSG. Bayern Myunich. Bu nom Chempionlar Ligasida har doim hurmat bilan tilga olinadi. Tarix bor, mentalitet bor, standart juda yuqori, ammo aynan shuning o'zi ba'zida xavfga aylanadi. Chunki Bavariyada deyarli har mavsum bitta o'zgarish ehtimoli mavjud. Tarkib yangilanishi, tizim o'zgarishi, murabbiy falsafasi. Chempionlar Ligasi esa moslashishga vaqt bermaydi. Bu turnir tajriba talab qiladi, barqarorlik talab qiladi. Agar futbolchilar hali tizimga 100% moslashmagan bo'lsa, agar maydonda kichik tushunmovchilik paydo bo'lsa, bu darajada turnirda kichik xato emas, bu hal qiluvchi xato. Bayern juda kuchli jamoa bo'lishi mumkin, ammo Chempionlar Ligasida kuch yetarli emas. Navbat PSJga. Qog'ozda bu jamoa har doim favorit, yulduzlari bor, pul bor, ambitsiya bor, ammo Chempionlar Ligasida oddiy matematika emas. PSJning asosiy muammosi ko'pincha kuch yetishmaganligi emas, bu bosim. Har mavsum bitta talab, majburiy chempionlik. Bu esa futbolchilarni erkin o'ynashga emas, xato qilmaslikka majbur qiladi. Chempionlar Ligasida esa aynan qo'rquv eng katta dushman. PSG ko'p marta shuni isbotlagan. Hal qiluvchi o'yinlarda jamoa birdaniga o'zgaradi. Ichki chempionatlarda dominant bo'lgan jamoa Yevropada nega qiynaladi? Chunki bu yerda har xato jazolanadi, har bosim kattalashadi, har daqiqa mentalitet sinovi. PSJda individual super yulduzlar ko'p bo'lishi mumkin, ammo Chempionlar Ligasi bu jamoaviy xarakter turniri. Agar o'yin bir zumda murakkablashsa, agar raqib bosimni oshirsa, agar hisob kutilmaganda o'zgarsa, PSG yana o'sha tanish muammoga duch kelishi mumkin. Va Chempionlar Ligasida bitta haqiqat bor. Kuchli jamoalar yiqilmaydi. Bosimga chiday olmagan jamoalar yiqiladi. Xo'sh qali, bu video sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'ying va obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Va endi sekin quizga ham o'tsak bo'ladi. Mana shu futbolchini toping va izohlarga yozib qoldiring. Va topgan birinchi 5 ta insonni keyingi videoda olib chiqamiz. Va video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, obuna bo'ling va do'stlaringizga ham bu videoni silkasini yuborib qo'ying. Yana bir bor rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi videoni yakunlasak ham bo'ladi.